Assalomu alaykum hurmatli gulshaydolari. Mana bugungi yangi obzorimizni qilib beray. Yana boshlandi. Ota-onangga rahmat deb qo'llab tursanglar, mana kichkinalarini qarang. Kichkina bo'lib osilgan kamilaxonlarimiz mana 120 ming so'mdan keldi. Eng ishonchli tarafi bu 90% ga inshaalloh tutadi. Tuvada mana shunday katta bo'lgan mana kamilalarimiz 120 mingda. Yana yangi obzorimni qilyapman. Talablarga binoan mana bu kattasi mana. Bu ham tuvada bo'lgan. Buni tomiri qo'zg'alib ushalmagan. Mana chiroyli holat. Onajonlarim bularni 160 ming berdim. Sovuqda anamal sovuqda meni ur degan gullarimiz ekan bular. Sovurmaydi, xudo xolasa, nihoyatda zo'r mana azaliyalarimiz kelgan mana. Kichkinalari 120 mingdan, mana kattalari 250 mingdan. Yangi obzorim. Kechqurungi fura mana ko'pchilik Telegramda kanalimdagilar ko'rib turibdi buni. Mana holati. Kuzatib turganlar har kuni xudo xolasa bitta fura. Sagoviy palmani ko'rsatay. Mana mana qaranglar. Mana qaranglar. Chiroyliligini qaranglar, buni shirinligini qaranglar. Naq 48 ta adashib ketdim. 48 ta baki bor. 220 ming so'mdan mana Sagoviy palmamiz. Mana to'ngaklari bilan ko'rsatay. Yana bitta yangiliklarimizdan kelgan mana Krasniy Klyon degan gul. Telegramda mana shuni imini so'rasanglar, hojonalar, mana men sizlarga mana shuni tashab beraman, o'sgan holatini. O'tgan yilgilar mana 1,5-2 metrga chiqdi. Krasniy Klyon deyiladi. Buni ham sovuq urmaydi, gazonda ekib turib, mana to'ngaklari yangi keldi. Tagiga gazonni bir sep turib mana narsani ekishga yoki ko'chaga ekib qo'ysanglar, darvozaxonaga qip-qizil bo'lib, bo'lakcha tusga kiradi uylarda anaqasi. Xo'p, yana yangi gullarimga sekin oshiqib ichkariga qarab yurishni boshladim. Mana Hamidariya degan palmamiz mana. Yo'q, bunisi Haviy ekan, Hamidariyasi ichkarida. Hozir men obzor qilib beraman. Mana Hamidariyamiz mana bunaqa bo'ladi. Tanasi chiroyli, katta kusli bo'ladi. Keyin drasena mana 230 lik. 5 ta 6 shox zallarga, ofislarga tushadigan mehmonxonalarda lovlatadigan gullarimizdan bittasi. Bu tomonimga ham o'tib boraman. Mana drasena degan gul. Mana shikasimiz bor, Sagoviy palma. Bu ham 15 ta baki bor. 100 ming so'm onajonlarim. Duo qilib qo'llanglar. Mana 200 ming so'mligini mana bo'y 1 metrdan oshiq mana shu holatda bo'ladi, yig'ishtirilgan. Yangi kelgan gullarimiz. Mana bir onamiz so'radi, hojonamiz Toshkentdanman dedi, Samarqandlik ham so'radi. Mana dekabristda yangi sortda, varvaray sorti, gallan sort deymiz. Antiron mana oqadan keldi, ana murskoy shars deydi, opajonlarim. Mana qo'limga olib ko'rsatay. Mana mana shuni oqa. Antiron deyiladi, erkak baxti deyiladi. Mana mari kelinkiyo degani bor, mana. Ham ayol baxti, ham erkak baxti. Shakaroq. Bular 100 ming so'mdan. Ko'p gullarni gap ochig'i narxini aytgani anaqa bo'lyapman, sabab gulimiz turi ko'p. Bu yerda 300 xildan oshiq gulimiz bor. Narxini ayting deb yozayotgan opajonlarim, ming bor uzr. Telegramda hammasi narxi bor. Mana haqiqiy keramik idishda. Haftada bir marta suv bersanglar, mana gazoni ham hatto o'sib ketmaydi. Mana shundan oshiq bo'lmaydi. Chiroyli holatda. Uyda xonasini kislorodda yaxshi tozalaydigan gullardan bittasi. Mana Bahira degan gulimiz keramik idishda. Ko'pchilik narxini yozing deydi. O'zbekiston bo'yi dastavkamiz bor. Undan hijolat bo'lmanglar. Yana bitta anaqamiz ko'pchilik yozyapti. Qayerda manzilingiz? Manjon bizniki Vodiy, Andijon shahar. Yangi bozordamiz, danli momentda. Mana shu do'kon o'zimniki shaxsan. Ko'p yerda haligi kelolmagan onaxonlarning ko'nglini ko'tarish uchun Tbilisiga kelib obzor qilsam, onaxonlar palonchinik ekan, po'kinchinik ekan. Yo'q, bu hamma gulchilar bir-birimiz bilan yaxshimiz. U maqsad men gul sotish emas. Insonni ko'ngliga jicha bo'lsa ham quvonch ilash maqsadda gullarda obzor qilib beraman. Mana bu qaranglar, lola gullarim 120 mingdan. Ko'pchilik palonchini Tbilisida ekansiz deydi. Ko'rib maza qiladigan hojonalar bor, kelolmaydigani bor. Zavq olsin degan maqsadda qilamiz bu obzorni. Bizga u puldan ko'ra aslinisi muhim. Mana gullar. 1 yil turaveradi buni guli. Buni sug'orish jarayoni 10 kunda bir suv berilsa,
Baklar sarg'aymaydi. Baki sarg'ayib, ko'pchilikniki baki sarg'aydi, manaqa deydi. Tushuntiramiz. Suvni ko'p berib qo'yasiz deydi. Suvni ko'p bergani hisobiga mana onasi matdan sarg'ayishni boshlaydi, keyin gulga o'tadi. Guli ocharib ketadi. 10 kunda bir berilsa bashlarga nihoyatda chiroyli turadi. Mana ayol vaqti uni teskarisi. Haftada 2 marta suv ichmasa, lapshayib o'zini tashlab yuboradi. Nozlangan kelinga o'xshab. Shuning uchun uni ayol vaqti deyishadi. Mana aglanemalarimiz bor mana. Go'zal holatga keldi mana. Onajonlarim 180 ming so'm, 200 ming so'mlari bor. Mana bu qator obzorni qilyapman. Avqari ochamiz mana. Kechagi obzorimda ham ko'rsatganman. Mana Hamidariya, mana Havey palmasi. Farqini bilyapsizlarmi? Mana bunisi bundaqa bo'ladi. Mana shu tozasi 350 ming so'm turadi. Mononasi mana 250 ming so'm turadi. 100 ming so'm farq bor mana shunda. Hamidariya bilan Havey palmani orasida. Buniki mana mayda bo'ladi. Usti. Buniki mana katta bo'ladi. Mana ko'rib olinglar. Farqi mashinada tozaligini mashindan bilasizlar. Banonisi tozasi bo'ladi. Mana 2 metrlik kofelarimiz bor. Mana kelgan chiroyli. Mana alakazayimizni qaranglar. Mana qaranglar. Uylarda jannat qiladigan gullarimiz mana. Nihoyatda usti zo'r, chiroyli. Bo'ladi narxini men bor aytmayman. Sabab Telegramimda bor. Mana shu nomerimni hozir tashlayman. Eshitsanglar, bemalol murojaat qilsanglar, Telegramda narxlari bor. Dastavka O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Biteslarimiz bor. Vodiyning ichida 1 sutkada yetib boryapti, Toshkentda u yoqiga 2 sutkada. Mana orxideyalar, gullarimiz qaranglar, mana qaranglar. Bir-biridan shakarligini qaranglar. Ustozlar kuni yaqinlashyapti mana. Bolajonimga nima bersam ekan ustoziga deganlarga mana onajonlarimiz uchun orxideyani tavsiya qilamiz. Guli 9 oy turadi. Bu o'zidan immuniteti ko'tarib, uyda yaxshi kislorod chiqaradigan noyob, nozik gullarimizdan bittasi. Bularning narxi 85 ming so'm. 100 ming ham emas. Duo qilib qo'llab tursanglar bo'ldi, onajonlarim. Yana bitta yangi gullarimiz bor. Mana paxiramiz, hozir mana kattasi bor. Keling, siydan men qarang. Bitta mana surprizni ko'rsataman mana hozir. O'zim qo'lingiz oling. O'zbekistonda yagona mana idish haqiqiy original keramik idishlar. Mana kustini qaranglar, buni mana orqalari bilan ko'rsataman. Mana 5 ta 6 ta. Mana bu. Zallarga shunday qo'yib qo'ysanglar, mana meni ol degan mana bitta bo'ladi mana shu. Yangi kelishni boshladi, mana O'zbekiston bo'ylab. Bu oldin kelmasdi. Nihoyatda chiroyli. Buni 10 kunda bir oyda 2 marta suv bersanglar yetadi, kifoya qiladi. Mana yerga qo'yib ham ko'rsataman. Mana zallarga, mehmonxonalarga, xonlarga qo'ysanglar ham mana nihoyatda chiroyli bo'ladi. Ko'rgandek ko'zi quvnaydigan gullarimizdan bittasi. Axiran. Xo'p. Bizning nomerlarimiz 99lik 140 88 41. Telefon qilib, bo'lmasa mana shu nomerda Telegramim bor. Meni kanalingizga ulab qo'ying desanglar, bemalol Telegramga gullar, Andijon gullar olami meniki. Ulab qo'yaman, bemalol kuzatib boraverasizlar. Mana bambularimiz kelgan mana. Nihoyatda chiroyli holatda. Taygashi bir piyola suv quyib qo'ysanglar bo'ldi. Kislorod chiqarib turaveradi, xonani tozalab. Idishi ham nihoyatda chiroyli shishali vaza. Iskustveniga o'xshaydi. Men ashliga yaqinroq boraman. Mana hozir. Mana. Idishlari ham toza, chiroyli. Mana men Pahirani idishlarini qaranglar, haqiqiy original keramik idishlar. Muzdek qilib turadi, o'zidan muzdekni qancha chiqarib turadi. Bu Pahirani idishlari. Keramik idishlar. Bemalol murojaat qilaveringlar. Bugungi mana seshanbami bugungi xudo xolasa. Bugungi mana obzorimiz ham bo'ldi mana. Nomerimiz 99lik 140 88 41. Olishinglar shart emas. Onangga rahmat bolam deb qo'ysanglar bo'ldi. Sizlarga quvonch ulashdi. Davom etaveramiz. Bemalol telefon qilaveringlar. Kimga gul kerak bo'lsa, mana gullarimiz bor. Bir-biridan go'zal, bir-biridan asal gullarimiz keldi.